Salom do'stlar, sizlar bilan Biznes Texnologiya Uz kanali. Yer ostidagi zulmat. Yer ostida, zulmat ichida, quyosh nuri hech qachon tushmaydigan joyda insonlar jon-jahdi bilan ishlaydi. Qo'llari qon, yuzlari chang. Bu yer Pokistonning ko'mir konlari. Siz hozir qanday yaxshi hayotda yashayotganingiz haqida tafakkur qilganmisiz? Pokiston konchilarining unutilgan hayoti. Pokistonda minglab odamlar kunini shu zulmatda boshlaydi. Qurol emas, belkurak bilan. Himoya kiyimi emas, iskirt futbolka bilan. Yer ostida har lahza o'lim bilan yonma-yon harakat qilishadi. Ular xalqi va oilasi uchun kerakli daromadni topish uchun tiriklayin kuymoqda. Bu yerlarda ko'mir tabiiy boylik. Lekin ular uchun qashshoqlik manbai. Kuniga $2, yiliga esa kon bosib qolishi oqibatida 30 dan ortiq qurbonlar. Ammo hech kim eshitmaydi. Hech kim ko'rmaydi. Ularning hayoti statistikada yo'q. Ular hukumat siyosatida yo'q. Ular hattoki o'z orzularida ham yo'q. Chunki bu hayot orzu qilishga vaqt bermaydi. Ular bolalarni va oilasini boqish uchun har kuni konga tushadi. Ular qarzlarni uzish uchun, pul topish uchun har kuni zulmatda ishlashga majbur. Balki siz hozir telefoningizda video tomosha qilib yotibsiz. Balki elektr tokida suv isituvchi choynakdan choy damlab ichmoqdasiz. Ammo ularning hayoti siznikidan tubdan farqli. Siz tasavvur qilmagan joyda. Tasavvur qiling, 40 gradus issiqda, 300 metr chuqurlikda, nafas olish qiyin joyda. Bir portlashda 10 kishi yo'q bo'lib ketadi, faqat chang qoladi. Ularni oilasi, bolalari va yaqinlari kutmoqda. Lekin konga kirgan har bir konchi chiqolmasligi mumkinligini biladi. Ular buni qabul qilishgan. Chunki boshqa tanlov mavjud emas. Ular o'z jonini boy berib, boshqalarga qulaylik yaratishadi. Va shunday hayotda ham ko'mir ichidan umid izlashadi. Nega ular adolatdan mahrum? Nega boylik ishlab chiqaruvchilarning o'zlari qashshoqlikda? Nega ularning ovozini hech kim eshitmaydi? Dunyoda eng qimmat narsa bu inson hayoti aslida. Ammo bu yerda inson arzon. Ko'mir qimmat. Elektr qimmat. Ammo konchi arzon. Shunchalik arzonki, nomi ham yozilmaydi. Konchilar haqida o'ylaylik. Va biz yashayotgan hayot haqida fikr yuritib ko'raylik. Biz hozirgi hayotimizdan mamnunmizmi? Bu video dard haqida edi. Bu video zulmatdagi insonlar haqida edi. Bu video eshitilmaydigan qichqiriq haqida edi. Bir lahza o'ylab ko'ring. Nega ular hali ham zulmatda? Ular rizqini shu tarzda topmoqda. Alloh taolo bizlarga berayotgan rizqimizni barakali qilishi uchun shukr qilaylik. Bizga obuna bo'lishni unutmang. Kanalimizni kuzatib boring.